Assalomu alaykum aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bunday Buxoro avtosalonimizga xush kelibsiz. Rahmat akajon. Yaqinda to'yim bo'lyapti. Bo'lajak keliningizga moshina sovg'a qilmoqchi edim. Hyundai Santa Fe. Oh, как раз 6 kishilik yil ham 25 facelift. Ular podnomerlik joylarga ismlarini yozib, chiroyli qilib bantik, Maftuna, bo'ldi. Maftuna deb yozib, bantik qo'yib, chiroyli qilib taqdim. Qachon kelasiz? Ertaga kelaman. Bo'ldi, ertaga emas. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Maftuna deb chiroyli qilib taqlab qo'ydim akajon. Tam olib chiqsangiz. Yo, Maftuna atmay bo'ldi. Ha, ko'rdingmi? Yaxshi xizmat ekan aka. Shuni Shahlo deb yozaylik. Shahlo. Ha, mayli, Shahlo deb ertaga taqlab qo'yaman. Assalomu alaykum. Tamam, aka, Shahlo deb yozib taqlab qo'ydim. Sizni ham aftingiz oliblo. Yo, Shahlo emas menda aka. Bo'lmaydigan ekanda shu Zarina qilaylik iltimos. Ha, Zarina. Shu bilan baxtli bo'laman. Assalomu alaykum. Mo'shinangiz tayyor, olib ketishingiz mumkin. Zarina ham atmay bo'ldi aka. Menga qara, ukajon. Bor, to'yingni kunini aniqla, keyin kellangan.